elning eng chiroyli kelin-kuyovlari bizni qadrdon Kuyovotro ukamiz Ramazonjon, kelin singlim kechamizni malikasi Dilfuza xonlarning nikoh ayyomlari visol kechalari men dargohingizda o'zining kamdorona san'ati bilan elimizga yaxshi kunlarida faqat tashrif buyurayotgan san'atkor Bahor guruhining sardori Zahorjon Gulmatov rahbarligidagi barcha san'atkorlar Mirjaloljon, Rasulbek nomlaridan operat ustalari bugun Alisherjon o'zimizga qadrdon ukam Shayyor do'stimiz nomlaridan to'yxona ma'muriyati bugun Sevinch koshonasining rahbari Adham Hoji akamning nomlaridan alohida sizlarga baxt tilayman. Kelingolar, baxtlaring butun bo'lsin, hayotlaring shirin bo'lsin. Shirin shakar o'g'il qizlarni yetaklab bir kun otayu onajon bo'linglar. Baxtlaringga hech qachon ko'z tegmasin. Muborak bo'lsin. Ramazon, qadrdon ukamsan, kulib tur. Sendan biz ilhom olamiz. Ana shunday ochiq chehrada, kulgun chehrada to'yimiz o'tsa, hamma san'atkorlar, operat ustalari, diktorlar, to'y egalari va sohiblari hamma xursand bo'ladi sen kulib tursak. Chunki sendan biz ilhom olamiz. Doimo ko'jam hayotda ham kelin bilan qo'sha qilib, kulib yurib, farzandlar Hasan, Husan, Fatima, Zuhralarni Alloh senga bersin. Ulardan quvongan to'yli egalari, sohiblari Abdulvahab akam, Meynaxon opam, Xudovo andalar, o'zimni Husan akam, Dilorom opam ularni etaklab to'ylatib berganiga shukr deya ilohim shukronalari baralla yangrasin. Hammaga to'y muborak bo'lsin. To'yli egalari, sohiblari, Lolazor vohasidan kelgan o'zimizning qadrdonlar nomlaridan baxt tilaymiz. Kelin tarafdan kelgan Mirqosim, mana qadrdon ukam borlar. Shu yerda ko'rinmayapti. O'zimizning akalari borlar. Hammasining nomlaridan baxt tilaymiz. To'yimiz so'ngida o'rtalarida aytib ketaveramiz inshaalloh. Tilga keladi, kallaga aytib beramiz. Ana endi san'atkorimiz o'zimizning qadrdon Zahorjon Gulmatov ohanglarda